17. bab. Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Kishilarni gunoh sodir qildiradigan sabablarning bo'lishi muqarrar. Lekin bu sabablarni paydo qilganlarning holiga voy. Bundaq odamning bo'yniga yo'g'on tugman teshi esilgan holda dengizga tashlab yutilgini afzal. Chunki bu jazo Manga yenidən işləngəllərinin birini azdırğan kişiyə berildiğən cəzadan yaxşıraq. Şuna, sizlərmu nemi qıvatqınınlarga pəxəs bolunlar. Biroq qerindişinlar günah qılğan bolsa, nəsihət qılınlar. U tövbə qılsa, onu kechirim qılınlar. Mubada, u bir kun ichida sizlarga 7 qitim günah sodir qilib, her qitim kelib tövbe qilsa, gunohlarining hammasini kechirim qilinglar. 12 shogirdi Hazreti İsa'ga e'tiqodimizni kuchaytgaysiz deyishdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi. Sizlarda qichi urug'i deb cho'nglikda bo'lsa-mu, e'tiqod bo'lsidi, o üzmü dariqiga yıldızından qomurilib, dengizga ko'sh desanglar, u sizlarga bo'ysunib, dengizga ko'shgan bo'ladi. Agar ma'lum biringlarning tirikchilik qiladigan yoki qo'y boqadigan qulinglar bo'lib, u qo'rqdan qaytib kelganda, tezroq kelib tomog'ingni yaval dersizlarmi? Yo'q, balki uningga partuqni tot. Avval kechki tomoq tayyorlab, meni g'izolandurg'in, ondan berib tomog'ingni ye, deysizlar. Qulinglar buyrug'inglarni bajo keltirsa, uningga rahmat aytamsizlar. Cho'qim aytmaysizlar. Sizlarmu shuningga o'xshash, Xudo buyurgan har qandaq bir ishni o'rindig'ininglarda, biz arzimas qullaring, faqat o'z vazifamizni o'rindidik. Dengla. Hazreti İsa Yerusalimga berish safarida Samariya bilan Galiliya o'lkalari chegaralanadigan rayonlardan o'tib ketib etib, bir yezga kirganida uning oldiga mahov kesli giribtor bo'lgan 10 odam keldi. Ular napoq bo'g'ashqa yaqin kelmay yiroqda to'xtab, "Hey, ustozimiz İsa, bizga rahim qilg'aysiz" deb vaqirdi. Hazreti İsa ularni ko'rib, ruhaniylarga berib ko'rininglar, sizlarning amdi paqlanğıninglarni tekshirsin, dedi. Ular yo'lda ketayotganda mahavdin saqaydi. Ularning ichida biraylan o'zining saqayib ketganligini ko'rib, darhol yuqori ovoz bilan Xudoga matiya o'qib, kayniga qaytdi va Hazreti İsa'ning oyog'iga yiqilib tashakkur etdi. Bu odam Yahudilar yaman ko'radigan Samariyaliklardan edi. Hazreti İsa buni ko'rib turganlarga, saqayganlar 10 odam emasmidi? Qolgan 9 aylan qani? Yahudi bo'lmagan bu Samariyalikdan boshqa Xudoga shukr aytadigan kishi yo'qmi? dedi. Ondan Hazreti İsa hilqi odamga, "O'rningdan tur, ketgin. Menga ishonganliging uchun Xudo seni saqaytdi", dedi. Ba'zi parisilar Hazreti İsa'dan Xudoning podshohligining qachon namoyon bo'lganligini so'radi. Hazreti İsa ularga mundaq javob berdi. Xudoning podshohligining namoyon bo'lishi ko'z bilan ko'gili bo'ladigan ish emas. Qaranglar, u mana bu yerda yoki u yerda deb hech kim deyolmaydi. Chunki Xudoning podshohligi dilinglardadir. Keyin shogirdlarga yana mundaq dedi. Shundaq kunlar keladi-ki, sizlar mening, ya'ni inson o'g'lining qaytib kelib, hukm suradigan kunlarining birarsini ko'rishga tashna bo'lasizlar. Ammo ko'rolmaysizlar. Ba'zilar sizlarga qaranglar, qutquzuvchi u yerda yoki qaranglar, u bu yerda desa, chiqib qarmanglar va ularning kaynidan yugurmanglar. Chunki chaqmoq chiqib,
osmonni bu chetidan u chetigacha qandoq yoritgan bo'lsa, inson o'g'lining yetib keldigan kunimi shundoq bo'ladi. Lekin u avval nurg'un azob oqibatlarni tortishi va bu avlod Yahudilar tarafidan rad qilinishi kerak. Nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa, inson o'g'lining keldigan zamonidimi shundoq bo'ladi. U zamonning kishilari Nuh payg'ambar kemiga o'tirgan kungacha bahramon yeb ichib, o'lik o'choqliq bo'lib kelgan edi. Tuyuqsizla to'pon kelib, kemiga tushmaganlarning hammasini halok qildi. Ya'ni shuningdek, ajdodimiz Ibrohimning jiyani Lutning zamonidimi kishilar bahramon yeb ichib, so'da setiq qilib, teriqchilik qiladi va o'ylarni salatdi. Lekin Lut Sodom shahridan ayrilgan kuni osmondan o't bilan gungut yig'ib, Sodom shahriliklarning hammasini ko'ydirib halok qildi. İnson o'g'lining qaytib keldigan kunimi ana shundoq bo'ladi. O kuni o'g'izdikilar uydagi narsa keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi mol mulklarni elish uchun uyga qaytmay qechib ketsin. Lutning ayolining mol mulkiga ko'zi qiymay kayniga qarab tosh tuzga aylanib qolganligi esinglarda bo'lsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bilib qo'yinglarki, men qaytib keldigan kecha bir o'rinda yotgan ikki kishining biri qoldirilib, yana biri arshga elib ketiladi. Tugman teshi bilan un tatiyotgan ikki ayolning biri qoldirilib, yana biri arshga elib ketiladi. Etizdagi ikki kishidan biri elib ketilib, yana biri qoldirildi. Ey Rabbimiz, bu vaqalar qayerda yuz berdi? Deb so'radi shogirdlar. Jasad qayerda bo'lsa, quzg'unlar shu yerga to'plandi, deb javob berdi Hazreti İsa.